ham bor. Abu Dardo rivoyat qiladi bu hadisni. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Abu Dardoga qarab aytdilar: qalbing yumshoq bo'lishini xohlaysanmi? Rahmdil bo'lishligini xohlaysanmi? Rahm jannatga olib boradi. Duoing qabul bo'lishini xohlaysanmi? Maqsadga yetishni xohlaysanmi? Albatta ya Rasululloh. Yetimga rahm qil, yetimga rahm qil, yetimga rahm qil dedilar. Chunki Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam onani qornida yetim bo'lganlar otalari tug'ilmasdan dunyodan o'tdi. 6 yoshda onadan ham ajralib butun bir yetim bo'lib qoldi.